6. Tevhid yetekçisi. Risale. 2. Tevhidname. Kitab-ı Tevhid. Tevhidname Hicriye 3. əsrdə yaşayan uluq alim İmam Ebu Mansur el-Maturidi'nin şahane eserlerindendir. Qadimki ve hazırki zaman aqideshunos alimlarning kuchli muayyanlashtirishiga asoslanganda, mazkur asar islom aqidasi haqida eng dastlab tafsiliy to'xtalgan, islom aqida falsafasi sistemasini naql va aql yuksekligiga turib, eng dastlab sistemalik va mukammal sharhlagan, islomiyatda islashtirma din tadqiqotining eng dastlabki ulun barpo qilish bilan birga, islom aqida nazariyasi ilmini mukammal holda borliq keltirishda nufuzli manbaga aylangan nadir asardir. Əsər müəllifi Əhl-i Sünnə və Cəmaənin iki çoğun aqida məzhəbinin biri bolğan Maturidi məzhəbinin asaschisi, şundaqla hidayət yetekçisi, Toğru yol simvoli, Əhl-i Sünnət və Cəmaə rəhbəri qatarlıq namlar bilan atalğan büyük ustaz Ebu Mansur Muhammad ibn Mahmud Samarqandi el-Maturididir. Ebu Mansur el-Maturidi hazırki Özbekistanның Samarqand vilayetiga qarashli qishloqlardan biri bolğan Maturid kentida dunyoga kelgan. U zat aqidashunoslik, tafsirshunoslik, fiqhshunoslik sohalarida yetuk mutaxassis bo'lib qolmay, yana o'z davrining buyuk islohotchisi va mutafakkiridir. İmam Maturidi İmam Azam Abu Hanifaning ikkinchi avlod shogirdlari qatoridan sanaladi. Gerçi İmam Maturidining tug'ilgan vaqti haqida aniq ma'lumot bo'lmasa-mu, biroq ko'pchilik tarixchilar uning vafotining Hijriya 333-yili vafot bo'lganligini jazmlashtirdi. İmam Maturidi yaşagan davr Arab aralida Abbasiylar ajrashayotgan, sharqda bo'libmi G'arbiy Osiyo raviyalarida turklar qurgan Samaniylar davlatining sha'ni shavkati ko'tarilayotgan mezgillarga to'g'ri keladi. Bu davrda ilm-fan gullangan, islom nazorati jonlangan edi. Samaniylar qurgan islom davlatining Abbasiylar xalifaligidan ayrilib chiqishini bir ma'nodan ushbu davlatning gullanish va taraqqiy qilish qazg'inligini yuqori ko'targan deb qarashga bo'ladi. Chunki Samaniylar o'z davlatining taqimi ronaq topish uchun shundoqla saltanatining islom dunyosiga rahbarlik o'rnini mustahkamlash va davlatini qudrat topqirish uchun fikriy, ilmiy va adabiy sohalarga ishni ochayotgan hamda sohalar aro kengayga maydoni hozirlab bergan edi. Samaniylar davlati islomiyat ilmlari tadrijiy holda mustaqil fanlarga, sohalarga ayrilayotgan, har bir sohada mustaqil dunyoqarash tikilgan mutaxassislar ko'plab maydonga kelayotgan, Qur'on va hadis bilimlaridan turli islomiy fanlar nazariyaviylashgan va falsafaviy xoslikni saqlagan holda har xil sohalar borliq kelayotgan, fan madaniyat, tarix va shunga o'xshash diniy va dunyoviy fanlar o'z asosini yaratayotgan bir davrda saltanat surdi. Shunga ular har qaysi sohalarning taraqqiyotini ilgari surish, jumladan islomiy bilimlar va arab til tadqiqotiga doir bilimlarni yuksaltirish, mukammallashtirish uchun ilm egallariga keng quchoq ochdi. Turklarning bu jihatdagi atiqliklari arab tarixchilarini hayron qoldirgan bo'lib, Muhammad ibn Ahmad al-Maqdisi bu vaqtdan tövandikilek to'xtaladi. Samaniylar saltanatiga qarashli iqlimlar buyuk zatlar va almarga to'lgan iqlim edi. Bu allar xayrliklarning kani, ilmning ochiqi, islomning mustahkam to'riki va buyuk qo'rg'oni bo'lgan edi. Bu alning shahlarning asili, qo'shilari bo'lsa iqlimdagi jamiy qo'shillarning sarxili edi. Bu alda olimlarning martabasi shahlarning martabasiga barobar edi. Buyuk tarixshunos Ibn Xallikan mundoq deydi: Samaniylar saltanati davrida Xuroson va Mavraun nahrining sultonlari eng yaxshi ishlarni qildirgan sultonlar bo'lgan. Ulardan kim saltanat sohibi bo'lsa, ular uni janobiy olilari deb ta'riflashatdi. Saltanat sohibimi ularning ulgusi bo'ladi. Ularning aslida adolat, din va ilm hukm surgan edi. Ibn Xallikanning Mavraun nahrining ilmiy kayfiyati va uning saltanat sohiblari haqidagi mazkur bayonlarida haqiqatan reallik aks etgan bo'lib, Samaniylar saltanat surgan bu davrda İslamның mübarək qədimi Uyğur diyarlarına allaqaçan kirgan bo'lib, Uyğur diyarının 6 şəhər rayonu, hazırki Xotan, Qashqar və Balasagun qo'shash yurt şəhərlərdə allaqaçan musulmonlar cəmiyyəti şəkillənib başlagan, məscidlər barlıq kelib bo'lgan edi. Bu paytlarda Uyğur diyarida Budda dini və İslam diniga e'tiqod qilgan yerli xalqlar qattiq to'qnashayotgan edi. Uzun o'tmay Sultan Buğraxon ayni davr Samaniylar saltanatining shahzodasi Abu Nasr Samaniyning vasiti bilan islomni qabul qildi. Natijada ushbu din Uyg'ur diyorlariga rasmiy shaklda kirdi. Demak, Imom Maturidi ana shunday ilm va madaniyat toza gullanayotgan,
İslam yurtlarida ilim keng yaydiriliyotgan tafsirshunoslik, hadisshunoslik, aqidashunoslik, falsafa, tasavvuf, til adabiyot, meditsina, astronomiya va tabiatshunoslik qatorliq sohalardan sanoqsiz mutaxassislar, allomalar borliq kelayotgan bir davrda yashadi. Siyosiy sahna tinjib, ilim-fan va madaniyat sohalarida inqilob xarakterlik harakat atrofini qoplagan, islom dunyosida ilmiy va fikriy erkinlik keng qanot yaygan mushundoq bir paytda islom aqidasining puxtaligi va haqiqatiga chang solmoqchi bo'lgan tashqi muxlislar aqidada xato yo'lga chiroq bo'lib kelayotgan ichki ixtiloflar kuchayishga boshlagan. Bid'atchi aqimlarmi jamiyatda tegishli o'ringa ega bo'lib, o'ziga xos ta'sir kuchi yaratgan edi. Aqlni dastak qilib, aqidani o'rni ko'lash va ta'virishga urinayotgan dahriylarning qarashliklari, shundoqla musulmon bo'lishdan ilgari turli millat va din ahli bo'lib yashagan xalqlar, belgilik madaniyat va qurumliq ega allarning bilim ma'rifat manbalari hamda ularning qo'lida gullangan har qaysi ilm sohalarining islom dunyosi bilan bevosita uchrashishi qatorliq har xil ichki va tashqi omillar islom aqidasining oldingi asrlardagi ixcham va yig'inchoq bayon qilish uslubidan akademik tadqiqot va ilmiy yo'nalish bo'yicha to'liq sharhlash va nazariy asosni tiklashga qarab taraqqiy qilishni talab qildi. Mana shunday bir muhitda Imom Abul Hasan al-Ashariga o'xshash olimlar arab iqlimida islom aqidasini sistemalik nazariga ega qilish, xristianlarga sab aqida manbalari taqobil turishda xizmatlarni ro'yobga chiqarish yo'lida kurash qilganidek, turklarning saltanatiga tabe islom elleridimi bu xil buyuk emgak va tirishchiliklar allaburun boshlangan edi. Imom Maturidi o'zi bilan davrda sanalgan buyuk islohotchilar qatorida islom aqidasining uch cho'ng kategoriyasi bo'lgan ilohiyat, payg'ambarlik va g'ayb masalalar haqida atrofli tadqiqotlarni olib bordi. Natijada naqlni asos manba, aqlni naqlning amroyi, naqlni aqlning sirq qilgan tavhidnomadek ilmiy quvvati yuqori nadir bir asarni islom ummatiga taqdim qildi va bu orqali islom aqidasi ilmini mukammal asoslari bilan o'tirib qo'ygan va sharhlagan tunji zotqa, ya'ni kelib aqida ilmi nomidagi bir fanning haqiqiy ma'nodagi asosiga aylandi. Aytganimizdek, Imom Maturidi Tavhidnoma nomli asarda islom aqidasini mazkur ilmning uch cho'ng kategoriyasi bo'yicha tadqiq qiladi. Asarda oldi bilan aqida ilmiga kirishdan avval bilishga va oydinlashtirishga tegishli bir qadar muhim nuqtalar ustida to'xtaladi. Mazkur muhim nuqtalardan asosiy insonning dinga bo'lgan ehtiyoji, dinni tushunishda tayanch bo'lgan asosiy manbalar, aqlning tabiati va roli, aqlning tabiati, uni tushunish va qabul qilishga muhim o'lcham prinsip qatorliqlar bor. Imom Maturidi yuqorqi temlarda to'xtalgandan keyin ilohiyat masalalariga o'tadi. İlahiyatga doir masalalarda Allohning haqligi, uning mavjudligi, yakkiganligi, koinotning bo'lsa bir yaralmish ekanligi, azaliylikning faqat Allohga xosligi, Allohning mukammal sifatlarga, go'zal ismlarga ega ekanligi qatorliq mazmunlarni aqliy va naqliy faktlarga tayangan holda tafsiliy to'xtaladi. Imom Maturidi ilohiyat masalalaridan keyin payg'ambarlik haqidagi bayonlarga o'tib, payg'ambarlikning haqiqati, insonlarning payg'ambarga muhtojligi va buning aql va naqldagi ilmiy asosi, Muhammad alayhissalomning eng oxirgi payg'ambar ekanligi, uning payg'ambarligining barliq insonlarga o'rtoqligi qatorliqlar to'g'risida to'xtaladi. Mazkur tema uning Tavhidnoma nomli asarda mufassal bayon qilingan bo'lib, xuddi ilohiyatga doir aqida masalalari qanday tafsiliy sharhlangan bo'lsa, mazkur tema shunday tafsiliy sharhlangan. Imom Maturidi ilohiyat va payg'ambarlik doir aqidalar to'g'risida to'xtalish bilan birga g'ayb aloqador shundoqla xos naqliy manbaga tayinish orqali isbotlash mumkin bo'ladigan temalar ustida to'xtaladi. Buning ichida gunohi kabir masalasi, kufrlik va uning doir masalalar, qazoyi qadar va shuning o'xshash bayya orqali isbotlangan aqidalar asosiy o'rinni egallaydi. Aqidaga aloqador bir qator muhim temalardan imonning haqiqati, islomning ta'biri va bularning orasidagi munosabat qatorliqlarmi kam qoldirilmagan. Imom Maturidining masalalarni isbotlashki metodida konkret masalalarga nisbatan aqliy va naqliy dalillarni bayon qilishdan sirt, o'z davridagi ahli sunnat aqidasiga xilof falsafaviy aql qarashlarga yoki naqliy manbalarni asos qilib turib, tashlangan shubhalarga, bid'at xarakterini olgan asosiy ojiz da'volarga raddiya berish, shundoqla ularning dalillarini keltirish, bu qarashlarning qaysi manzabdan ekanligini eskartish va kuchlilar orqali ularga raddiya berish asos salmoqni egallaydi. Diqqat qilsak, uning bu xil metodik kitobning muqaddimasidan tartib toki kitob oxirlashgan qadar izchil davomlashtirib kelganligini ko'ramiz. Amaliyotda Imom Maturidining shahona asri yolg'iz Tavhidnoma la emas. Uning yana
Ta'vilatu Ahli Sunna nomidagi 10 tomliq tafsirim bo'lib, Tavhidnoma nomli asari aqida sohasiga murojaat obyekti qilganidek, mazkur tafsirimi Ahli Sunnat tafsirlarining asosiy murojaat obyektidir. Bu tafsir yana Imom Maturidiyning aqidaviy qarashlarini bilishdimi muhim manba hisoblanadi. Gerçi mazkur tafsirning yangi zamon matbuotlarida nashr qilinganiga uzun bo'lmagan bo'lsa-mu, uni tafsir ilmi mustaqil ilm bo'lib, rasmiy shakllangan biri qo'limizga kelgan barliq tafsirlar ichida o'z davrining ilmiy saviyasiga taqqoslaganda akademik o'lcham asos qilingan, yuqori saviyadagi tadqiqot va bayon orqali aqliy va naqliy nuqtadan shakllangan tunji tafsir deb aytsak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Chunki qo'limizda bor mo'tabar tafsirlarning ko'pinchisida oyatlarga bergan ko'p qism izohlarning asli iznalarini Imom Maturidiyning tafsirida uchrata olamiz. Bo'libmi bundaq bir yirik asarning vujudga kelishi tasavvurdan to'liq yiroq bir davrda ro'yobga chiqqanligining o'zi Imom Maturidiyning tafsirshunosligimi xuddi aqida sohasining namoyandalaridan bo'lganidek muhim bir namoyanda va ulgu yaratgan shaxs ekanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Bundan boshqa uning yana fiqhshunoslik sohasida yozgan Kitabul Jidal, Ma'akhuz Shar qatorliq asarlar bor. Imom Maturidiyning aqida haqida yozgan asarlari faqat tavhidnoma bilan cheklanib qolmagan. Uning aqida sohasida yozgan asarlarida yana Al-Maqalat, Ar-Raddul alal-Qaramita, Bayan al-Wahm al-Mu'tazila, Raddul Usul al-Khamsa li Abi Muhammad Bahili, Radd Awail al-Adilla lil-Ka'bi, Radd Wa'id al-Fassaq lil-Ka'bi, Radd al-Tahzib al-Jadal lil-Ka'bi, Radd al-Imama li Ba'd al-Rawafid qatorliqlar bor. Tavhidnomaning eng qadimiy qo'lyozmalaridan biri Cambridge Universiteti kutubxonasiga hozir qadar saqlanayotgan bo'lib, mazkur nusxa tunji bo'lib doktor Fathullah Xalif tomonidan taqdim nashr qilingan va 1970-yili Beyrutdagi Darul Mashriq nashriyat tomonidan nashr qilingan. Uningdan boshqa yana bu asarning 1979-yili Istanbuldagi Islomiy asarlar kutubxonasida qayta nashr qilinganligi ma'lum. Asarning qo'lyozmalaridan biri hozir qadar Misr kutubxonasida saqlanib kelmoqda. Ushbu asar nashrdan chiqishi bilan tang har soha tadqiqotchilarining yuksak olqishiga erishib, nurg'un musulmon va musulmon emas tadqiqotchilarning qiziqish nuqtasiga aylanib keldi. Asarning eng oxirgi yangi nashri doktor Bakri Topal o'g'li bilan doktor Muhammad Arifishning bir qadar akademik shaklda ko'ngil qo'yib taqiqlashi bilan 2007-yili Beyrutdagi Sadr nashriyati, Istanbuldagi Irshad kitobxonasi nashriyati tomonidan qayta nashr qilingan. Mazkur asarning nashr qilinishi jarayonini alohida tunishtirib chiqishimizga sabab shuki, bu asar toki yaqinqi davrga qadar rasmiy matbaalarda nashr qilinib tarix bo'lmasdan, faqat Imom Maturidiyning shogirdlarining asarlaridan naql shaklda uchirgan yoki bu asarning qo'lyozmasidan foydalanib yozilgan asarlar topilgan. Shunga biz bu nadir asarning yaqinqi davrda qo'lyozma holatida matbaa yuzga elib chiqilganligi munosabati bilan bu haqda qisqacha to'xtalishni munosib ko'rdik. 3. Maqalat al-Islamiyyin. Mazkur asar Tavhidnomaning muallifi Imom Maturidiy bilan bir davrda yashagan buyuk islohotchi, Rabbani olim, hidoyatparvar zot Abul Hasan al-Asharining asaridir. Qayd qilganimizdek, Imom Abul Hasan Ashari Ahli Sunnat val Jamoaga mansub ikki cho'ng aqida mazhabining biri bo'lgan Ash'ari mazhabining asoschisidir. Imom Abul Hasan al-Ashari Hijriya 260-yili Basrada tug'ilgan. Bu zatning Ash'ari deb atalishi uning nasabining buyuk sahaba Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu tutishganligidan edi. Imom Abul Hasanning bolalik davri ayni vaqtdagi Mu'tazilalarning fikr va da'vat markaziga aylangan Basra shahrida Mu'tazila aqimining ta'limi asosida o'tgan bo'lib, uni Mu'tazilalarning Basradagi doisi Abu Ali al-Jubba'i bir qo'lliq tarbiyalagan. U yashining kichikligiga qaramay Mu'tazilalarning Basradagi mo'tavarlari qatoridan o'rin olgan. Hatto ilmiy va fikriy o'tkirlikda Abu Ali al-Jubba'ining o'rinbosari sifatida tunilib dastlabki mezgillarda dong chiqargan. Gerçi u aqidaviy qarashlari ahli sunnat va val jamoadan farqlanadigan bir aqimning tarbiyasini ko'rgan bo'lsa-mu, uning ilmiga bo'lgan astoydilligi va samimiyligi uning haq yo'lini tepishiga, xato yo'llaridan to'g'ri yo'lni farqlantirib menishga turtki bo'lgan. Uning ilm va fikrda o'z davrining yetuklari bilan sinisha oladigan darajada yetishi, o'z aqidasi haqiqat deb bilgan yo'lning Qur'on va sunnat qanchalik uyg'un ekanligini tekshirib beqishiga va har bir shubhalik masalasida ustoz bilan munozaralashib turishiga fursat yaratgan. Natijada bir qatimliq ilmiy munozarada ustozi Abu Ali Jubba'ining yengib olgandan keyin
ustozining tutmagan yo'li haqida qayta o'ylanish kerakligini his qilgan. Ayni vaqtda Abu Ali al-Jubbaiyning ustozi Vasil ibn Atamu ustozi Hasan Basri bilan bir qatimliq ilmiy munozarada sinashib chiqqandan keyin Hasan Basrining yo'ldan ayrilib chiqqan bo'lib, qaramoqqa bu xil tarixiy takrorlanish shakl jihatdan o'xshashlik qilsa-mu, mohiyat jihatdan farqli edi. Chunki Vasil ibn Ataning ayrilgan yo'li payg'ambar qoldirgan ilmiy mirosning nupuzliq varislaridan bo'lgan Hasan Basrining tutgan yo'liga muxolif bo'lish bilan tugallangan bo'lsa, Abu Hasanning yo'l ayrishi ushbu payg'ambar mirosining varislariga qaytish bilan tugallangan edi. Muhimi bu ish Abu Hasanning mu'tazillik yo'lini tashlab, qaytadan sunnat yo'lini tutishiga sabab bo'ldi. Shuning bilan u uzun qolmay o'zining sunnat yo'liga qaytganligini, buningdan keyin hayotini payg'ambar elib kelgan sab aqida bo'yicha mu'tazillikka va boshqa bidat aqimlari Qur'on va sunnat orqali qarshi turganligini xalq olamga oshkorlaydi va bu orqali bidatchilarga o't ochadi. Imom Abu Hasan sunnat yo'lini tutishda sunnatparvar olim Imom Ahmad ibn Hanbalni o'ziga ulug' qilganligini aytgan bo'lib, u Qur'on va hadisdan suzib ilingan fiqh va axloqqa doir ilmlar atrofida sarlanayotgan arab aralda ilmiy yuksalish maydoniga kelib tafsirchilik, hadischilikka doir ilmiy tadqiqotlar cho'nqilishayotgan va bu vaqtda nupuzliq asarlar barliqqa kelayotgan bir sharoitda islom aqidasini butun holatda tadqiq qilish va uni mustaqil ilm sifatida barliqqa keltirib sharhlash lozimligini tunib yetadi. Shuning bilan sapsatchi va bidatchi aqimlarga, shundaqla ulardan boshqa bad mazhab sanaladigan Ashaviylar, Xavarishlar, oshqun Shialar, Murji'alar qatorliq aqimlarga radiya berishni asos qilgan holda islom aqidasi haqida maxsus asarlarni yozish va tashviq qilishga kirishdi. Uning Maqolat al-Islamiyyin, islom ahlining aqidiy qarashlari nomli asari ana shulardan biri edi. Ushbu asar Imom Abu Hasanning aqida haqida yozgan bir qancha risolalari va kitoblar ichida islom ahlining aqidiy masalalarini, shundaqla islomga tavba qilingan bo'lsa-mu, to'g'ri aqidaga muxolif yo'l tutgan aqimlarning qarashlarini bir qadar tafsiliy paketlar va radiyalar asosida bayon qilgan asar bo'lib hisoblanadi. Darvaqa mazkur asarning ilmiy qimmati intayin yuqori bo'lib, olimlarning aytganidek bu asar aqida ilmida izlangan har bir ixtisos egasi ayrilmaydigan manba xarakterlik asar sifatida to'nilib kelmoqda. Xuddi Imom Maturidiydan keyin Mavraon nahrida yashagan aqidashunoslar Maturidiyning tutgan yo'lini aqida yo'linishi bo'yicha o'ttirib chiqqan har qaysi aqimlar ichida sunnatga eng uyg'un deb tanib o'zlarining aqida masalasi uning nomi bilan Maturidiylar deb ataganiga o'xshash Abu Hasandan keyingi arab yarim oroli va shuning atrofida yashagan ko'plagan aqidashunos olimlarmi o'zlarining aqida masalasini uning Ash'ari nomi bo'yicha Ash'ariylar deb atashgan. Gerçi İmam Abu Hasan Ash'ari İmam Maturidiyning Tavhidnoma nomli asariga o'xshash mufassal va sistemli izohlangan aqida nazariyasini qoldirmagan bo'lsa-mu, biroq uning asarlari o'z davridagi g'olliq aqida masalalarini o'z ichiga olgan. Shunaqla ayni davr aqida mazhablarining bir qism tafsilotlarini shu qatorda ozg'in va bidatchi aqimlarning ahli sunnat mezonida qaysi darajada ekanligini bilishda muhim ipuch qoldirgan edi. Bu jihatdan uning asarlarining ta'siriga uchragan, uning aqida isbotlashdagi metodi va ilmiy maslik bo'yicha yo'l tutgan olimlar uning mazkur asari va boshqa kitob risolalarini qo'shib tadqiq qilish orqali uning aqidaviy va falsafiy qarashlarini belgitgan. Ular yana o'zlari sistemli holda nazariyaviylashtirgan aqida masalalarini mazkur sog'lom metodning asosi ulun tiklab bergan Imom Abu Hasan Ash'ariyga tavba qilgan. Mana bu asosda Ash'ari aqidasidan iborat ahli sunnat va jamoaning yana bir aqida aqimi barliqqa kelgan. Maqolat al-Islamiyyin ahli sunnat aqida mazhablaridagi Ash'ari aqimining asosiy fikr va aqida nazariyasini shakllantirish, Imom Ash'ariyning aqida qarashlarini bilish, ayni davrdagi har qaysi aqida aqimlari va bu aqimlarning kalomiy qarashlari bilan uchrashishda asosiy o'rinda turadigan muhim manbalarning biridir. Bu nuqtadan mazkur asarmo islom aqidasining nazariy asosini tiklashda nupuzli asarlardan bo'lib qolmay, o'z navbatida aqid sohasidagi nadir asarlardan hisoblanadi. Imom Abu Hasan al-Ash'ariyning asarlarida yana al-Ibana an usulid diyana, al-Luma fi radd ala ahli az-zay'i wal bid'a, istihsan al-khud fi ilm al-kalam qatorliqlar bor. Kishlik qarashga asoslanganda Imom Abu Hasan Ash'ariyning vafoti Hijriya 324-yilga to'g'ri keladi. Bismillahirrohmanirrohim. İslam aqida ensiklopediyasi 1-qism. Yagona yaratquchi.
242 bet İslam aqidasi sohasida yozilgan vakil xarakterlik nadir asarlar. 4. Tahaviye aqidasi. Bu asar Hicriye 3. asr mujtahidlaridan İmam Abu Ja'far Tahavi Hazretleri özünün ilgili ötken İmam Azam ve şagirdlerinin itiqadi fikirlerini aynen qabul qilib, Ahli Sünnet ve Cemaat'ın aqida qarashlarının yig'indisi sifatida musulmonlarga taqdim etgan aqida risolasidir. Bu risale yana Ahli Sünnet ve Cemaat aqidasining bayoni degan nom bilan mashhurdir. İmam Tahavi yuqori tilga ilingan İmam Maturidi ve İmam Abul Hasan Ash'ari qatorliq mu'tabarlar bilan davrdosh bo'lib, Hijriya 239-yili Misrda tug'ilgan. İmam Tahavi mu İmam Maturidiga o'xshash İmam Azam Abu Hanifaning ikkinchi avlod shogirdlaridan edi. Uning aqida risolasining o'zida salaf solihlarning aqidasini bilishda muhim uchi va asosiy manba bo'lishdek alohida imtiyozga ega. Shundaqla xuddi Al-Fiqhul Akbarga o'xshash muhim turadigan murojaat obyektidir. Chunki Al-Fiqhul Akbar Imom Azamning aqida qarashlarini bevos tushunish va bayon qilishda muhim manba bo'lsa, Imom Tahaviyning bu risolasi Imom Azam va uning ikki munavvar shogirdi bo'lgan Imom Abu Yusuf va Imom Muhammad ibn Hasan Ash-Shaybani qatorliq islom dinining ayni davrdagi yetakchilari jumladan salaf solihlar yo'liga vakillik qilguvchilarning sog'lom aqidasini tunishtirgan va dinning ulug' masalalarini ixcham shaklda bayon qilgan muhim manbadir. İmam Tahavi o'zining mazkur risolasini tunishtirib mundaq deydi. Tovandikilar İmam Abu Hanifa Nu'man ibn Sabit al-Kufi, Abu Yusuf Yaqub ibn İbrahim al-Ansari ve Abu Abdullah Muhammad ibn al-Hasan Ash-Shaybani qatorliq shariat peshvolarining vazifa asosidagi Ahli Sünnet ve Cemaat aqidasining bayoni bo'lib, mazkur bayonlar ushbu imomlar e'tiqod qilib kelgan va bu orqali olimlarning egisi Allohga itoat qilib kelgan aqida masalalaridan iborat. E'tiqodimizdek İmam Tahavi gerçi İmam Maturidi ve İmam Ash'ari qatorliq olimlar bilan davrdosh bo'lsa-mu, biroq u ayni davrda mazkur imomlar kabi alohida aqida mazhab shakllantirilmagan edi. Buningda mundaq bir qancha sabab bo'lib, bulardan biri İmam Tahavi islom aqidasini ixcham bayon qilish bilan kifoyalanib, tafsilotlarga oldingi ikkalandek cho'nqur cho'kmagan. Shundaqla aqida masalalarini tafsiliy sharhlash, dalillash, qarshi qilimlarga radiya berish qatorliq masalalarda diqqatini fiqhiy va hadis sohasiga qaratganida qaratmagan. Buningdan shu davrda uning aqida sohasiga nufuzining fiqhiy va hadis sohasiga nufuzidek yuqori bo'lmaganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. İmam Tahavining mustaqil mazhab shakllantirilmasligiga yana bir sabab risolasida bayon qilingan masalalarning ko'pinchisida Xulasi jihatdan İmam Maturidi ve İmam Ash'arilarning aqidaviy qarashlari bilan ijtihod doirasiga kiradigan ayrim sondagi masalalarni hisob qilmaganda asosan birdaklikni saqlaganligidandir. Shunga mazkur risola Maturidi ve Ash'ari aqimidagilar, shundaqla keyingi davrlarda maydonga kelgan salafiy aqimlarga o'xshash ahli sunnatning farqli ijtihod va qarashlariga ega, ammo asosiy ul masalalarda birdaklikni saqlagan har qaysi aqida mazhablari tarafidan asrlar bo'yi sharhlanib keldi. Bo'libmi farqli metodga ega mazhablar barliq kelgandan buyon mazkur asar har qaysi mazhab ahlining islom aqidasining umumiy gavdasini izohlashdagi muhim xaritasi va asosiy tayanchiga aylanib, mazhablar o'zining islom aqidasini tadqiq qilishga ilmiy metodi bo'yicha aqidaviy ta'limlarni izohlash va sharhlashda Imom Tahavining mazkur risolasini asos qilgan bo'lgan edi. Shuning bilan Tahavi risolasi xuddi Imom Subiki aytgandek, ko'pchilik ahli sunnat va jamoat musulmonlarining e'tirof qilishiga erishgan asarga aylangan edi. Uyg'ur musulmonlarini elib aytsak, ular toki yaqin asrlarda yat e'tiqodning xirislariga, bo'libmi ajnabiylar tomonidan zo'riq so'ndirilayotgan e'tiqodiy xirislariga duch kelgan qadar Osman imperiyasini, jumladan O'rta Osiyoni markaz qilgan Maturidiya aqidasiga tabi bo'lib kelgan edi. E'tiqod xirislari baqlanishga boshlab, islom dunyosi bilan aloqasining uzilishi bilan tang Uyg'ur ulamolari xalqning aqida e'tiqod tunishini yuksak ballaga ko'tarish, aqidasining sog'lomligi va sabitligini kuchaytirish uchun turli tirishchiliklarni ko'rsatib keldi. Bu islohot va oqirtish yo'lida Imom Tahavining mazkur risolasi asosiy foydalanish manbasi bo'lgan edi. Buning vakil ustida o'tgan asrning oldingi yarmida yashab o'tgan mashhur diniy olim va siyosiyon Sabit Damollamni tilga olishimiz mumkin. Sabit Damollam islom dunyosida oqirtish bo'lib, aqida islohotlari yo'l qo'yilayotgan davrlarda islom dunyosining mashhur islohotchilari qanot yaydirgan jadidchilik harakatlari va ularning muvaffaqiyatlariga shohid bo'lgandan keyin bu harakatlarning ahamiyatini tushunib yetgan. U Uyg'urlarning faqat aslidagi sog'lom aqidasiga qaytgandilar, ondan nijotlikqa erisha oladigan cho'nqur ishni bitib, Uyg'urlarning diniy aqidasini saqlashtirish va ularni to'g'ri e'tiqod bilan qurollantirish niyatida Imom Tahavining mazkur risolasini ixcham izohlagan asosda Uyg'ur tiliga tarjima qilib xalqqa sungan edi.
Mana buningdanmi xuddi Imom Subiki aytgandek, Tahoviy aqidasining islom ahlining qabul qilishiga erishgan aqida ekanligini, jumladan Uyg'ur musulmonlarining buningdan mustasno emasligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Manbalarda Imom Tahoviyning Hijriya 321-yili vafot bo'lganligi qayd qilinadi. Tahoviy aqidasiga sharh nomli kitob haqida. Yuqorida deb o'tganimizdek, Imom Tahoviyning ayrim aqida mazhabi shakllantirilmasligiga asosiy ikki sababning biriga, ya'ni asar yozilib uzun o'tmayla uning Maturidi va Ash'ari aqimlari tomonidan ahli sunnat va jamoa aqida yo'nalishi bo'yicha izohlanishi va beyitib sharhlanishi munosabat bo'lib, bu risola Allohning fazli va marhamati bilan shunchalik ko'p sharhlarning yozishiga noil bo'ldiki, aqida risolalari ichida bu kitobda ko'p sharhlangan risolalar kamdan kam topiladi. Hatta ba'zi manbalarda Tahoviy aqidasiga yozilgan sharhlarning 500 parchadan oshadiganligi qayd qilinadi. Chunki risolada asosli ahli sunnat aqidasi aqida mazhablari metod va tafsilot jihatdan farqlanadigan, ammo natija e'tibori bilan birdaklikni saqlagan g'ol aqida masalalarla bayon qilinganligi uchun Maturidi aqimidagilarmi, Ash'ari aqimidagilarmi bundaq ommabop ixcham risolani o'z metodi asosida sharhlashdan tortinmagan edi. Bu yerda ushbu risolaning ahli sunnat va jamoaning Ash'ari va Maturididan iborat ikki cho'ng tarmoqidan sirt Salafiy aqimidan iborat uchinchi bir juz'iy tarmoq mazhabining shakllanishiga zo'r darajada hissa qo'shgan shar'iy bar bo'lib, u Hijriya 8-asrda yashagan Damashqlik katta olim Imom Ali ibn Muhammad ibn Abul Iz al-Hanafining Tahoviy aqidasiga sharh nomli asardir. Imom ibn Abul Iz al-Hanafi Hijriya 731-yili Damashqda tug'ilgan. U o'z davrining istidodli ulamolaridan, hurmat sazovor qozi kalonlaridan edi. Uning mazkur sharhi o'zidan ilgari va keyin yozilgan sharhlar ichida islom aqidasini izohlashda avval Maturidi va Ash'arilardan ilmiy metod va qisman o'zgacha qarashlarga ega bo'lgan nadir asarlardandir. Mazkur asar islom aqidasini izohlash va salafiy aqim aqidasini tushunishda muhim manba bo'lib, Imom Tahoviyning risolasi va uningdagi asosiy tarmoqlarning cho'rida kengaytirilgan sharhidan iborat ikki qismga ayrilgan. Imom Abul Iz al-Hanafi kitobining muqaddimasida aytganidek, mazkur sharhni o'ziga ustoz va yetakchi deb qaragan ulamolardan Imom Ibn Taymiyya va uning shogirdi Imom Ibn Qayyim al-Javziy qatorliqlarning aqida jihatdagi qarashlari va metodini salaf solihlarga tabe qilib turib, salaf aqidasini to'nishtirish maqsadida yozgan. Imom Abul Izning mazkur sharhi islom aqidasini atrofliq va dalil bilan yo'ritib berishda, aqidadagi qisman ijtihodiy masalalarni hisob qilmaganda, keng doiralik va ilmiy bo'lish, islom aqidasini Qur'on va hadis bayonlari asosida shar'iy jihatdagi aloyiqlari bilan yuqorqi ikki imomning mazhabini tutib mang'ishlari tarafidan, shundaqla bir turkum aqidashunos olimlar tarafidan olqishga erishib keldi. Shuning bilan asarning nufuzi kunimizga qadar uzluksiz eshib Tahoviy aqidasining sharhi deyilsa, oldi bilan ushbu imomning sharhi ko'zga chaqirgan bo'ldi. Bo'libmi salafiy aqimi bu asarga alohida ahamiyat bergan bo'lib, asarning ushbu aqim ahlini davrimizga qadar ayrim aqida mazhab sohablari qilib turishdagi to'pisini Imom Ibn Taymiyya va Imom Ibn Qayyimlarning asarlarining to'pisi bilan teng o'rinda qo'ysak ortiqcha bo'lmas kerak. Shuning uchun ma'lum nuqtada aytganda bu asarning dinning itoat darsiga kiradigan tarmoq aqida masalalarida farq yo'l tutishga moyil bo'lgan yangi davr salafiy aqimining asosiy tayanchiga aylangan vakillik va mo'tabar asarlardan deb aytish mumkin. Imom Maturidi va Imom Ash'arining asarlari ahli sunnat va jamoaning aqida nazariyasini tonish va tafsiliy bilishda muhim manba hisoblansa, mazkur sharh islom aqidasini salafiy aqim metodi asosida tushunish va ularning g'olliq qarashlaridan xabardor bo'lishda muhim manba hisoblanadi. Chunki yuqorida aytib o'tganimizdek, bu asar Imom Abul Izdan 100 yil burun yashagan mashhur islohotchi olimlardan Imom Ibn Taymiyya va shogird Imom Ibn Qayyim al-Javziylar o'z asarlarida bayon qilgan aqida-aqidlik qarashlar va dalillashga ilmiy metodni sistemli qilib to'plash va ularning asarlarida ayrim-ayrim kelgan bayonlarning ko'p sonliklarini maxsus bir aqida kitobiga jamlab bayon qilish bilan alohida o'rinda turgan. Masalan, Imom Ibn Abul Izning tavhidni taqsimlab izolash usuli bo'yicha sharhlashi tür nuqsasidan boshlanish nuqsasi bo'lmagan hodisaning bo'lishining mumkinligi, Allohning ism-sifatlari haqidagi oyat va hadislarni ta'vil qilish zarur bo'lgandimi, uningga chuqur zohiriy ma'no asosida muayyanlashtirish metodi bo'yicha aqida qilish kerakligi qatorliq masalalarda tutgan maydoni bu nuqtani ro'shan gavlandirdi. Gerçi bu sharh islom dinining barliq aqida masalalarini keng doiralik tadqiq qilishda kuchli nufuz, mo'l ma'lumot va tadqiqot ahamiyatiga, Qur'on va sunnatga baklarni oldin o'rin qo'yishda xoslikqa ega nadir asarlardan sanalsa-mu, biroq asar avtorining qisman masalalarda Imom Tahoviyning tutgan maslikini o'z iqimiga bo'ysundirib, izohlashdek ba'zi ilmiy savolliklarga yo'l qo'yishi, hatto uningdanmi ilgari o'tgan Imom Ibn Taymiyya qatorliq olimlarmi keskin o'tirib qo'ygan qarashlarni ularning yaqinlashidagi salafiy aqidasiga doir kirgizilishdek
ilmiy xatoliklarga yo'l qo'yishi bir bo'lik aqida olimlarining tanqidlashiga uchragan. Masalan, avtorning Allohning ism sifatiga doir bayonlarda ilohiy kalamning ovoz va harfli kalam ekanligini isbotlashga zo'riqishi, Allohning ustunligini makon jihatdagi moddiy ustunlik bilan izohlashga moyil bo'lish qatorliqlar buning tipik misollaridandir. İmam İbn Abul İz al-Hanafi Hijriya 792-yili Damashqda vafot bo'lgan. 5. Aqidada o'tiraliq. Al-iqtisod fil i'tiqod. Asar muallifi Hijriya 4-asrda yashagan yetuk alloma, mujaddid va mujtahid olim İmam Abu Ahmad Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al-G'azzalidir. İmam G'azzali Hijriya 450-yili Xorasonning Tus shahrida dunyoga kelgan. U mayli siyosiy jihatdan bo'lsin yoki fikr ideya jihatdan bo'lsin, islom dunyosida umumiylik silkinish bo'layotgan, bo'libmi aqida sohasida turli falsafiy va aqliyatchi iqlimlar musulmonlarning tafakkuriga xiris bo'lib, ularning aqida e'tiqodiga qarshi jang e'lon qilish avj olayotgan bir davrda yashagan edi. Mana mushundaq qatmuqat xirislar qoplangan sharoitda aqida ilmining taraqqiyotini yana bir palla yuqori ko'tarish, aqliyat da'vochilari oldida islom aqidasini aqliy yuksaklikda turib sharhlab chiqish, musulmonlarning aqliyatini qaytadan ijobiy yo'nalishga burash va ularga sog'lom aqliy metod hozirlab berish taxirsiz taqozoga aylangan edi. Dal mushundaq bir ehtiyoj va bo'shliqni to'ldirishda Imom G'azalidan o'zga munosib nomzod yo'q bo'lib, u zot bu jihatda muvaffaqiyat qozonib, İslamiyetning keyingi davr ilmiy taraqqiyotiga o'chmas izohlarni qoldirdi. Islohot nuqtasidan yorqin namunalarni yaratdi. Imom G'azali davrida asrlar bo'yi faylasuflarning aqliy aktivligining xirislar turkisida siljish paydo qilib kelgan kalom ilmi bir bo'lik oshqon aqliyat da'vochilari uchun musulmonlarning aqidasini shubhlantirib, ozdirishdagi asos tayanch, haqiqatga yetishning oson yo'lini qiyinlashtirib, xatoga dastishdagi vosita bo'lib qolgan edi. Shu sababdan Imom G'azali kabi ahli sunnat yetakchilari to'g'ri shariatga eslashning zarurligini, sog'lom metodga asoslangan har qanday bir aql egasining hech qachon aql bilan dinni zidlashtirib qo'ymaydiganligini, ilm-fan bilan yo'riqqa chiqqan, din bilan hidayat topgan bir aql sahibi bo'lishning kelajak avlodlarni ozg'unlikdan omon saqlab baxsadat qilish uchun bosh tortib bo'lmaydigan majburiyat ekanligini ilgari surdi va bunga chaqiriq qildi. Ana shu asosda nurg'un islohotlar qo'lga keldi. İmam G'azali yurgizgan islohot yolg'iz aqida sohasida bo'lmasin, yana shariat va axloq sohalarida, shundaqla siyosiy sohalardan bo'lgan. U yozgan asarlar turining rangdorligi, tilining o'tkirligi, fikrining cho'nqurligi va ta'sirchanligining kuchligi bilan mashhur bo'lib, kalom ilmi, tafsir ilmi, fiqh ilmi, usuli fiqh ilmi, selishtiruv fiqh ilmi, logika, falsafa, etika, siyosat qatorliq nurg'un sohalarga chetilgan. Şoňa o zat her bir sahada şu fanny vaýga ötküzüp tadqiq qilish, qarşı fikir ählilerine küçük faklar arkaly qadiýa beriş qatarlyk alaýyklar bilen öz däwriniň her qanday ilim peşwalaryndan farqlanyp durdy. Onuň her qaysi sahalarda ýazgan eserleri şu sahanyň aň ýaxşy eserleri qatarda orun alyp kelgen. Aqidadagi o'tirallyk tashabbusi islomning har qanday soha va har bir ish amalda o'tirallikni tashabbus qilishda xosligini alohida gavlandirib turg'uchi negizlik shuarlardan biridir. Növbetde biz sonuçlarmoqchi bo'lgan asarmi aqidada o'tirallikni tashabbus qilishga ulgulik nadir asar bo'lib, mazkur asar Imom G'azzalining aqida sohasida yozgan asarlarining eng nadiri hisoblanadi. Aqidada o'tirallik nomli bu asar ahli sunnat va jamoa aqidasi Ash'ari mazhab metodiga asosan aqliy yuksaklikda, kalomiy va falsafiy uslubda izohlangan qimmatli asardir. Asarda o'tirib tashlangan har bir fikr astoydil va mig'izliq bayon qilinish bilan birga qarshi fikrlarimi aynan keltirilgan va ularga kuchli radiyalar orqali javob berilgan. Asarda tadqiq qilingan temalar islom aqidasining asosiy masalalariga markazlashgan bo'lib, ular Allohning zoti va uning mavjudligining bayoni, Allohning zotiga va ishlariga doir ism sifatlarining bayoni, payg'ambarlikning haqiqati va uning isboti, xalifalikning aqidada tutgan o'rni, birovni kofir hukm qilish shar'iy qoida prinsiplar qatorliqlarni o'z ichiga oladi. İmam G'azali mazkur asarda qo'shimcha tafsilotlarga kirmasdan prinsipal mazmunlarni asos qilgan. Uning o'tirallik tashabbusi o'z tarafidan tutgan fikrlar bilan shakllanib qolmasdan, yana uning asarga qo'ygan talabidimi va tadqiqot metodidimi ro'shan ifodasini topadi. Shunga bu asar bak qisqami emas, bak uzunmi emas, nihoyat ixcham va o'tiral hajmda yozilgan. Konkret masalalar bayon qilingandimi, bayon qilish uslubi yiqishliq atrof bo'lib, klassik asarlarning uslubidek pirslangan iboralar orqali deyilmoqchi bo'lgan mazmunlar o'qirmanga tepishmoq sifatida tashlanmagan. Qo'shimcha tafsilotlarga uzundan-uzun yer bermagan asosda har jihatdan o'tirallik gavlangan. Ayrim tafsilotlarga nisbatan ba'zi asarning prinsipiga amal qilish yuzasidan o'qirmanga uzun-uzun izohlashlarga to'lgan kitoblarni tavsiya qilsa, yana ba'zida shu vaqtda o'zi tafsiliy to'xtalgan kitoblarni tavsiya qilish bilan kifoyalangan.
O'tiralliq hukmi İmam G'azalining nazarida to'g'ri e'tiqodning simvolidir. U mazkur asrida to'g'ri aqidaga ega bo'lishni e'tiqoddagi o'tiralliq prinsiplariga rioya qilishga bog'laydi. Aqidadagi o'tiralliq uning nazarida aqlning chegarasini alqan tafsilotlarga cho'kmasdan, faqat uningdagi asosiy ul haqiqatlar va zo'rat almatlarga agish orqali vujudga chiqadi. Uning nazarida shariatning talablari bilan aqlning taqozzolari orasida tangpuqlikni saqlagan, naql bilan aql orasida to'qinish mavjud emasligini muayyanlashtirgan ahli sunnat va jamoalar o'ttiral aqidaning vakillaridir. İmam G'azalining nazarida aql bilan vahiy orasidagi munosabat aniq bo'lib, o'zaro to'liqlig'uchi va hamkorlik munosabatidir. Navoda u ikkisi birlashsa nur ustiga nur bo'ladi. U o'tirallikdan alqagan yoki o'tirallik yetolmaganlarni masalalarning muhimlik darajasini to'g'ri tushuna olmagan, dinning haqiqati va javherini bilib yetolmagan kishilar deb qaraydi. U olg'a surgan bu fikrlar islom dunyosida zo'r ilgirlash va tavrinish hosil qilgan edi. Uning mazkur metodiga uning keyingi olimlar va mutafakkirlar bo'lib barliq ahli sunnat yetakchilari toki bugunga qadar izchil varislik qilib kelmoqda. Bularning orasida aqliyat va naqlchilik sohasida buyuk peshvolardan falsafa bilan din orasida to'qinish yo'qligini muayyanlashtirgan, falsafiy qarashlari Sharq va G'arbda umumiylik e'tirofga erishgan Imom Ibn Rushd, shundaqla aql va naqlchilikdagi qatmanliqlarga qarata zo'r islohotlarni olib borgan Shayxul Islom Ibn Taymiyaga o'xshash olimlarimizni alohida tilga olib o'tishimiz mumkin. İmam G'azali Hijriyaning 505-yili yurti Tusda vafot bo'lgan va shu yerga dafn qilingan bo'lib, Alloh u zotga har ikki olamda rahmat qilg'ay. 6. Tavhid yetakchisi Risolatut Tavhid. 20-asr islom dunyosi parchalangan, musulmonlarning el-yurt birligi bo'linib tashlanib, har millat o'zining holi bilan avara yurgan bir asr bo'lgan edi. İşğalçılar İslam yurtlarida coğrafiyalik mustabidlikni yurgizib qolmay, balki ma'arif, madaniyat, ijtimoiy tuzum, axloq va qonunchilik qadar islom dunyosining 1000 yildan ortiq tarix mobaynida bir bayroq, bir kitob, bir qibla, bir madaniyat va bir dinga ishinib, e'tiqod qilib kelayotgan an'analarga jang e'lon qildi. Zamin tuproqlari qandoq dafsanlik qilishga, parchalanishga uchragan bo'lsa, yuqorqidek ma'naviy boylik xazinalarini bo'lishishga, talon-tarojga va ig'ir darajada tajovuzchilik uchirdi. Qısqası, musulmonlar dunyosi go'yo chivillarning hujumiga uchragan bir tovoq taomdek tajovuzchilik to'lgan bir asrni boshdan kechirmoqda edi. Bularning hammasi musulmonlarning qaddining zo'r darajada bukilishini keltirib chiqargan bo'lsa, yangidan barliqqa kelayotgan avlodlar uchun baloyi ofatdan boshqa narsa emas edi. Gerçi keyingi avlodlarning o'zidan ilgirkilarning o'tkazgan xatoliklarning jazosini tortish majburiyati bo'lmasa-mu, biroq ularning tarbiyalanishi, shundaqla islom dunyosiga yangidan singib kelayotgan yot qonun tuzum va madaniyatlar o'zlariga moddiy qaloq hayot bilan ishg'olchilarga farovon va jalikbar hayot tarzi orasidagi farq degandek olimlar ularning o'z madaniyati, diniy aqidasi, shundaqla tarixiy va ajdodlardan gumonlantirishga boshlagan edi. Musulmonlar dunyosidagi ishg'olchilarning qattiq zarbasidan asli kelib olishga ulgurmayla, ularning qatmuqat besimlari, nayranglar tufayli qatmuqat kirishga bo'g'ildi. Shundaqsimi musulmonlar ichida bir turkum uyg'oq islohotchilar yanada mavjud bo'lib, ular millatdosh va dindoshlarni bu xil g'aflat uyqusidan sug'urtib, birlik hosil qilib moddiy va ma'naviy tajovuzlarga qarshi harakatga o'tishi zarur edi. Chunki ular shu dindoshlarga parlaq madaniyat yaratgan tarixdan biri ustunlik va birlikni saqlab kelishga asos bo'lgan islomdan iborat mustahkam arqonni qo'yib o'tishning alaqasini, avvalgi ajdodlarni izzat va shon-sharafga ega qilgan tutquga chinish orqali erkinlik va shon-sharafini qo'lga keltira oladigan shaksiz ishonishni, shundala ularga nijotlik va haqiqiy ma'nodagi o'likning qaytib kelib boqadiganligini eslatishi ta'xirsiz ishg'aylangan edi. Shuning bilan ushbu ta'xirsiz chaqiriqqa binoan yangi bir turkum islohotchilar o'tirib chiqdi va bu yo'lga qadam qo'ydi. Darvaqa Sharq o'z bextiqida izchil kalkunda madaniyat va fikr ideyalarining ta'siriga uchrayotgan bir paytda islohot harakatlarida ma'lum tajriba saboqlari yakunlanishga boshlagan edi. Muhimi Uyg'ur sharqini jonlantirish va buni umumiylik inqilobga aylantirish zarur bo'lib o'tdi. Dal mushundaq vaziyatlarning birida Imom Muhammad Abdu ismli bir zot o'tirib chiqib islohot bayrog'ini qo'lga oldi. O'tmishki mag'lubiyatlar va o'zining ilgirki islohotchilarning tajriba saboqlarini yakunlagan Imom Muhammad Abdu yil sari ko'payayotgan yangi bir avlodning texi bu jaranglik Uyg'ur sharqiga ovoz qo'shgandek hozir emasligini, bu yangi avlodni uyg'otish uchun oldi bilan e'tiqodni iborat ularning ruhiyati va qon-qoniga singib kelib, haqiqiy kimligi va ruhiyatiga yoshirin kishini tanay oladigan muhim ulni qaytadan ko'krilish kerakligini chunqur tushunib yetgan edi. Növbətdə tunuşturulması bolğan kitabımız dal 20-asr islom dunyosining ma'arif ulini qaytadan mustahkamlash yo'lida borligini taqdim qilgan din, diniy e'tiqod, madaniyat
va siyosiy sohalarda zo'r islohotlarni olib borgan, shunaqla islomning madaniy yetakchiligini islom ummatiga tunutish, ularning faqat mushu madaniyat orqali niyatga va saodatga erisha oladiganligini aqida qilish lozimligini o'tirga ularga bildirishni burch deb bilgan katta zot Imom Muhammad Abduning Tavhid yetakchisi nomli asaridir. İmam Muhammed Abdu 20. asrning ko'z ko'ringan islohotchi olimlardan bo'lib, Hijriya 1266-yili Misrning Buhayra noyisining Mahalla Nasr yezida dunyoga kelgan. Azhar universitetida ta'lim olgan va olimlik unvoniga erishgan. Bu unvon ayni davrda kasbida mustaqil tadqiqot olib bora oladigan salohiyatga ega mutaxassislarga berilgan bo'lib, hozirgi doktorlik ilmiy unvoniga barobar keladi. Ayni davr fikri ijtimoiy va siyosiy jihatda qilayotganliklarga qarshi inqilob qilib zo'r ta'sir qo'zg'agan, Misrning muftiliqi, Azharning shayxligi qatorliq ilmiy va diniy xizmatlarni o'tagan, u butun mamlakat miqyosida Azhar yetakchiligida barliq ma'rif sohalariga qarta inqilob olib berib, oqartish va islohot qilish yo'lida olamshumul o'zgarishlarni baliq keltirgan buyuk diniy doidir. Uning aqida va fiqhshunoslik sohalarida qilgan oqarish xarakterlik xizmatlari va qo'lga keltirgan natijalarining o'zila sal qarg'usiz darajada bo'lib, kunimizgi Azhar universiteti va boshqa diniy ma'rif muassasalarining din ilmlarini taraqqiy qildirishga islohotlarini Imom Muhammad Abduning jafoliq tirishchiligidan ayirib qarash mumkin emas. Garchi Imom Muhammad Abdu aqid sohasiga bir qator asarlarni yozgan bo'lsa-mu, ularning ichida uning Tavhid yetakchisi nomli asari bir qadar alohida o'ringa va ilmiy qimmatga ega. Biz mazkur asar va uning avtori to'g'risidagi ma'lumotlarni uning ta'limlari, dunyo qarashi va ideyalari bilan bevosita uchrashgan shaxslardan olganimizda asarning ilmiy qimmatini va avtorning shaxsiyatini tushunishga yana yaqinlasha olamiz deb qarab, bu vaqtda uning o'quvchisi islohotparvar olim Ustoz Allama Muhammad Rashid Rizoning bayonlari bilan kifoyalanmoqchimiz. Ustoz Rashid Rizo mundaq deydi: Ustoz Muhammad Abdu parlaq hikmat va farosat namoyandalaridan bo'lib, uni qancha ta'riflasak ozlik qiladi. Uning Tavhid yetakchisi nomli asarining o'zida aqida ilmida javharlarning javhari hisoblanadi. Meningcha bo'lsa, uning bu ixcham asari tom-tom kitoblarni besib tushidi. Chunki kitob mahorat va uslub jihatdan badiiy qimmatga, qurilma jihatdan yuksak ustunlikka ega. Asarning ilmiy qimmatini qadimki va keyingi davr olimlarining, aqida olimlarining mustahid yozgan asarlariga diqqat qilganlar bilalaydi. Muallif Allah uning tirishchiligini mukofotlasin. Asarning kirish so'z qismida aqida ilmining tarixi haqida nuqsuz to'qib o'tgandan keyin dinning mutlaq haqiqat ekanligini bayon qiladi. Bulardan keyin islom dinining boshqa samoviy dinlardan farqlanadigan aloyiqlari ustida to'xtalib, ushbu dinning samoviy dinlarning oxiri bo'lishidagi hikmat va sirni aytib berdi. Ondan payg'ambarlarning xotimasi bo'lib kelgan zot haqida fikr yurgizib, jamiyatshunoslar bilan tavhid ahli orasidagi ixtilofiy masalalarni birma-bir operatsiya qilib chiqdi. Dindagi farqli mazhablar, turli shakldagi iqimlar haqida to'xtalib, ulardagi masalalarning Qur'onning dinni barpo qilish, bo'linmasi haqidagi amr farmonlarga bo'xtlik qilganligidan kelib chiqqanligi va shu vajdan hamma taraf ziyon tortganligini, amaliyotda bu xil ixtiloflarni bo'linish darajasiga opirishning to'g'ri emasligini, balki har firqa bo'yintovliq va qattiqlikni tashlab, insoflik va haqiqat so'yar bo'lib, munozirda kibrdan saqlanan holda aqliy dalilni o'z o'rnida, naqliy dalilni o'z o'rnida ishlatsa, ondan to'g'ri yo'l bo'lganligini bayon qiladi. Ustoz garchi aqidalarni izohlash usulida salaf solihlarning yo'lini tutgan bo'lsa-mu, o'z nuqtai nazarida turib keyingi ulamolarning qarashlarini ayblamagan. Ustoz mazhablar orasidagi ixtiloflardan yiroq turgan bo'lib, bu jihatda dalil majrolarining siqindilaridan o'zini chetga olgan. Shunga asarda ortiqcha munozara va dialoglarni, ixtilof majrolarini, haqiqatni safsataga aralashtiruvchilarni, qarshi fikr ahlini o'rinsiz fosiqlik yoki kofirlik bilan ayblashlarni, qarsoq to'ntishlarni uchrab bo'lmaydi. Asarda davr sharoit alohida diqqatga ilingan bo'lib, bu jihatdan ustoz qisman ko'nlarning ig'volari va vasvasalarini tilga olishdan o'zini tortgan. Ustoz yana payg'ambar rahbarligining olamshumulligi, insoniyatning bunga muhtoj ekanligi, vahiyning mumkin bo'lgan va aqlga uyg'un hadis ekanligini, jamiyat tuzumuning mukammalligi va insoniyatning baxti uchun vahiyning muqarrarligi qatorliqlar haqida atrofli to'xtalgan. Asarda yana dinning aloyiqlari bayon qilingan bo'lib, bu vaqtdagi bayonlarda islom dinining tunji inson turi aql jihatda balog'at ketgan, aql taraqqiyoti pishib yetilgan zaman Allohning uningga xitob qilish natijasida barliq kelgan haqdan ekanligi,
İslam dininin kıyametga qadar butkul insoniyatning madaniy taraqqiyotida erishmanishiga tamoman mos keladigan din ekanligi qatorliqlar o'tirib qo'yilgan. Ustoz bu orqali g'arb falasuflarining din ahlini, bo'libmi islom diniklarining eng yomon dinlar deb tarqatgan fitna ahvollariga kuchli raddiya bergan. Yig'ib aytganda, ustozning mazkur aqida kitobini diqqatni tortishdan iborat davrning navbatdagi talbiga uyg'un, tashviqot qilish tamoman to'liq yaraydigan va layoqatli bir asar deyishga bo'ladi. Shunga bu asarni aqida ilmi taraqqiyotidagi bir bosqich deb ayta olamiz. Chunki oradan talay asrlar o'tdi. Bu jarayonda biz ilgarki kitoblardan taqlitib va shaqiltib tuzilgan nurg'un kitoblarni garchi o kitoblar o'zidan ilgarki talay kitoblarning montaj qilingan yana bir nusxasi bo'lsa-mu, biz uni ijodiy asar sifatida tunib o'tib ketdik. Shuning bilan har bir davr o'zining ilgarki davrlarga qaraganda chekinib ketayotgandek bir holat ko'zga chiqib boshladi. Hatto biz Allohning qonuniyatining uzluksiz chekinish va pasijga qarab menish kelgan tadrijiy jazmlashtiribmi ulgurgan bo'ldik. Halbuki Allohning mavjudotlar aro yo'l qo'ygan qonuniyati izchil taraqqiy qilish va yuqori o'rlash bo'lishi kerak edi. Bizning orqada qilishimiz va tushkunlashishimiz bo'lsa, bizga sirtdan yo'qqan kasal, kalkunda illat bo'lib, ummatdagi kasalning shaxsiy kasaldan farq qilmayotdi. Mana shunday bir davrda kasalimizga diagnoz qo'yib, dori yozib beradigan usta doktorlarimizni, garchi ularning qo'lida hammaylar isbot etib ketmasa-mu, Allohning bizga yetkazgan haqiqatni xushallanlik ish. Mushundaq dalmashdiganlar bo'lsa, Xudo xolsa, ustunlik qozonoladiganligimizga, ilgirlashimizga, izchil yuksalib taraqqiy qiloladiganligimizga gap ketmaydi. İmam Muhammed Abdu o'zining fikr ideyalarining tarjimoni deb ko'rsatgan ustoz Rashid Rizoning yuqorqi bayonlaridan Tavhid yetakchisi nomli asarning islom aqidasining fikr aqliyati asosida tushunish hamda aqida ilmining yangi qiyofati bilan tanishib chiqishda muhim rol o'ynaydi. Mayli uslub, xarakter, mayli metod jihatdan bo'lsin, haqiqatanmi o'zgacha va farq aloqalarga to'yingan nadir asar ekanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. İmam Muhammed Abdu Hijriya 1323-yili 57 yoshida kasal sababidan Iskandariya shahrida vafot bo'lgan va Qohiraga dafn qilingan. 6.